Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xevir To'mirning Shinjang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Uni bek paranchi deydi. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anglasam, vanglar bilan qattiq tutishdi ekan. Molla Zaydin degan qonchilik bir nima ekan? Bizning Qashqada nini no'chlaba. Men degan tog' odami bog'langanning qo'lini yashgan, bo'rining quliqini, tulkining quyruqini kesgan, bag desang bagdak, shoh desang shohdak, erkin ozoda o'tgan odamman. Lekin Molla Zaydin degan yenib ketdi-dak. Endi uni Beyjingga minibdi deydi. Beyjing degan biz bordigan joy. U yalan to'shga nima qo'ydi endi? Seni qo'ymi seg'indiq. Sen kiribiding. Ko'nglimizmi tutun bo'lib qoldi. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomi emasman. Mushunda bir jahon kezguchi. Sen bugun kechli yo'lga chiqib ketdi. Hozir bular g'ojirlashdi. Kimgili bo'lsa o'zini urdi. Sen bundaq vaqtda o'zingni chatga tortib, bir necha vaqt aylanib kelsang, shu chaqda bir gap bo'lmamdi. Angacha jahon nim bo'ladi. Bo'lganni ko'maymizmi? Bo'ladi aka. O'rimchi tarafga chiqamsan yoki Olti shahar tarafga boramsan? Ixtiyor o'zingda. Ko'nglim Olti shahar tarafni tortib turdi. Bo'pti, berib kelsan, berib kel. Lekin Ballaringdan vashat qilma. Choyni rostdan bo'ldi qildingmi? Agar bo'ldi qilgan bo'lsang, yo'lingga mang. Uyingga berib, tayyorlik qilib tursang, orqangdan menmi yetib boraman. Yerim kechagacha yo'lga chiqib ketsang bo'ladi. Molla Zaydin Matguli bilan xayrlashib, o'z uyiga kelganda Oyimxon texi uxlamagan edi. Nega yo'qab ketdingiz? Texichi uxlamadingmi? Ansirabchu, bugun kechda do'rg'alar kelib, boshqacha o'ktamli qilib ketdi. Nima gunoh qilgandi deb ansirab ko'zga uyqu kelamdigan. Bolalar uxlayotgandı. Men endi sizlarga birdamlik mehmon bo'lib qoldim. Nima? Bir tarafga mo'moqchi bo'layotamsiz? Ketmasam bo'lmog'idek. Molla Zaydin Oyimxonni o'ziga tortdi. Bag'riga ching besib so'ydi. Puridi va sochlarini siladi. Bular xeyli vaqtgacha untinsiz chaplashdi. Keyin ular birlikda uyga kirdi. Chiroq yiqib, yo'lliq narsalarni joylab taqilganda, ho'yliga bir necha otliq odam kirib keldi. Qanday tayyorlik bitdimi? Ovozidilla Matguli aka ekanligini tonigan Molla Zaydin uydan chiqib, uning oldiga berib, otning tizginini tutdi. Enem, sana mushu otni tutdim. Buni topshirib ol. Matguli otdan tushib, otni topshirdi. Ularning yenida turgan Mutula qori Letibzor deganlarmu otdan tushib billa turdi. Shu oraliqda qo'lim qo'shnilardan bir muncha odam to'plangan edi. Ularmu ahvolni bilgandan keyin ko'ngil so'zlarini qilishdi. Bo'pti, bir necha vaqt oyinib kel. Ketgan kelar, ketmanligan, kelmas degandek, salomatli bo'lsan qaytib kelasan. Bollaringdan g'am qilma. Tugman tesaklarini biz ustimizga olamiz. Bo'ldi, tuqqanla, vaqtni kayniga tortmayli, yo'lga chiqib ketsin. Qani hammamiz duo berayli. Amin. Qorong'u kechida bir to'p odamning jarangliq sadosi jimirlab turgan yulduzlarning guvohligi ostida tong shamili orqali butun vodiga tarqalgan edi. 3 otliq yo'lovchi salqin, sap havodan erkin nafas elib, tun qorong'usida ketib boradi. Ular o'zlariga tunish ko'plagan mahallalarni, bog'larni, poyonsiz teksarni, uzundan uzunga so'zilgan buk baraqzalliq yo'llarni besib o'tdi. Ba'zida sheg'il tashliq saylarni, ba'zida to'pilang yo'llarni bosdi. Ba'zida kariz quduqlarini yoqilab mangdi. Otlar bo'lsa bir-biridan qilishmay o'kirang tashlab olg'a bosmoqda. Tong oldidagi shirin uyquning zo'ravonligiga uchirgan yo'lovchilar bir mezgil mugdab so'zsiz mengishdi.
Molla Saydin uyqu maslikida o'zining yaqin yurtlarga ketayotganligini eslab, allaqandoq tog'lar, daryolar, cho'l boyovonlarni ko'z oldiga keltirdi. Ana, yulduzlar jimirlashib xo'shlashmoqda. Ana, qutb yulduzi yorqin chaqnab nishon ko'rsatmoqda. Hayvatlik bug'di tig'i osmonga taqashgan dasta bilan bularni uzatmoqda. Atrof jimjit. Faqat otlarning tevishlari anglanib turadi. Og'ina, jim-jim ketaverdik-ku, dedi letib zo'r mugdab ketayotgan Molla Zaydinga xitob qilib. Hey, ayrilish eg'ir kelyotidi-g'andi, dedi Mutala qori letib zo'rning so'zini quvvatlab. Nimasi eg'ir kelmoqchi? Yoq yurtlarga berib musofir bo'lmoq o'ng'ay emas-da. Musofirning quyrug'i qisqa deydi. Men texi bu tarafda Buxoro sherifni, u tarafda Bag'dod, Yamanni aylanib kelay deyapman. Bu sizni anglagan ikki do'st tangli kulishdi. Kichikimizdan belli o'ynab, belli o'sdiq. Bu qadar cho'ng paranglarning borligini bilmabdi ekanmiz. Hozircha bek yiroq joylarga ketmay tur. Izlab bo'lsak topolmay yurmayli yana. Ular yana bir muncha paranglarni deyishib, tang yo'rib qolganligini sezmay qoldi. Osmon kumush rangga kirdi. Yulduzlar o'tish oldida Ko'ya bular bilan xo'shlashayotgandek eng oxirgi jilvisini o'yintib jimirlayotgan bo'lsa-mu, afsuski, keng osmon oqargan seri ularning har qanday jilvisi ojizlab ketayotdi. Mana endi yo'lovchilarning ko'ziga turpon munora ilindi. Yo'lning yo'nalishi bo'yicha otning beshi sharqqa buralsa, munar ularning o'ng tarafiga o'tib oladi. Otning beshi g'arbga o'nglansa, munar so'l tarafdan ko'rinadi. Mana endi munarning qubbisi qizg'ush tovlanib ro'shanlashdi. Yiroqdan tog'larning husnimi echilishga boshladi. Yo'lovchilar tong saharning bu g'animat va sehrlik manzarasini tomosha qilib, safarning tunji qadamida xushallik his qilishdi. Yo'lovchilar vag'ning do'rg'alarini eziqtirish uchun yiroq bo'lsa-mu yo'ldan otayin agib, yorg'ul taraf bilan mingan edi. Ular bir tugmanga tushdi. Vaqt osh vaqti bo'lgan edi. Yo'lovchilar otdan tushib, otlarini qontirib bog'layotganda Isroil tugmanchi yaqinlab keldi. Ular salomlashib tinchlik so'rashgandan keyin tugmanchi: "Na'din keldinglar mehmonlar? Lukchundan chiqdik. Vah, mening do'stim boyadan kelgan ekansizlar-da. Yaxshi. Voy opsi, kegiz ep chiqinglar, chopsan choy tayyorlanglar." Tugmanchining o'g'li Ismoil yo'g'on bir parcha qora kegiz akilib soyiga soldi va mehmonlarni o'ltirishga taklif qildi. "Uklarim, nega ketayotgan bolalar? Biz kucha tarafga ketyapmiz. Bo'pti. Hammanglar yoshkansizlar. Berib ko'rib kelinglar. Yosh vaqtinglarda ko'rib olinglar qoladi." Tugmanchining o'g'li Ismoil bir cho'gin choy ko'tarib keldi. Qizi dasturxon selib non keltirdi. Yo'lovchilar ko'ngillik o'ltirib nashta qilishdi. Yo'lovchilar choydan keyin bir palla uxlab uyg'onganda tush qayrilgan edi. Tugmanchining ayoli o'xshitib bir qozon osh tayyorlagan ekan. Yana dasturxon selindi. Tugmanga un tartqili kelgan boshqa kishilarmu dasturxonga taklif qilindi. 10 ga yaqin odam birlikda tomoq yeyishdi. Tugmanchi sohibxona sifatida mehmonlarini tomoq taklif qilg'ach so'zlashga boshladi. "Sizlar Lukchun tarafdan keldik deb edinglar. Men endi do'stimni so'rab ko'ray. Men u do'stim bilan texi yuz ko'rishmagan bo'lsam-mu, uni o'zimcha do'stim deb yuraman. U nima deydi? Mayli nima desa da'vasin. Men uningga yaqin. U do'stimning eti Molla Zaydin Lukchun tarafda bor deydi. Sizlar taniydigansizlar. Qandaqroq odam? Menga bir tanishtirib qo'yinglar-chi." Molla Zaydin degan odam borligi bor, lekin biz texi ko'midik. Ko'pincha parangini anglaymiz. Tugmanda odam o'ksimaydi. Hamma odam Molla Zaydinning gapini qilishidi. Necha kun burun ikki odam kelib, kaptar qo'g'lab ketyapmiz deb, To'qsin tarafga o'tib ketdi. Ularmo Molla Zaydinning qiziq paranglarini qilib kuldirib o'tdi. Uning paranglarini to'liq anglab, o'zimcha uni do'st tutib oldim.
bir ko'rsam deydigan armanim bor. Tugmanga kelganlardan ko'p aytib berdim. Kelib bir necha kun mehmon bo'lib ketsin desam, kelmayotidi. Bu yer tugman bo'lgan bilan suyi baland, daldiroq quyuq, tog'ning etiki so'ran. Bog'da meva bor. Kelib bir necha kun o'ynab ketsa nima ziyni? To'la orzu qilgudaymi odam emas. Yo'q, uni bek paramchi deydi. Ayollar uni ko'rib, Molla Zaydin gapchi desa, elvonmisin tayji deb o'tib ketgudak. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anlasam, vanglar bilan qattiq tutishdi ekan. Menimcha, vanglarga yiqillash qilib bo'lmaydi. Ular bilan itning nima farqi? Aytishmagan arbob bilan tishlab olur arbob bilan degan gap bor. Molla Zaydin do'stimni tishlab qo'ymasin deb ansirayman. Molla Zaydinmi o'zini o'ng'ayli tishiltib qo'ymas. Shundoq bo'lsa-mu ehtiyot qilmay bo'lmaydi. Ularning xuyi bak eski. Biz mana shundoq yiroq yerda tursaqmi, vanglarga ko'z olaytib qarayamaymiz emasmi? G'iza yeyilib bo'ldi. Kun qayrilib kechpeshin bo'lib qolgan edi. Mutla qari letib zo'r ishkisi berib, otlarni sug'urib egarladi. Xurjun qochini ortib mengishqa taq bo'lgan paytda tugmanga yana ishqa otliq yo'lovchi keldi. Ular otlaridan tushibla: "Voy, odash Molla Zaydin, aytmay ketib qopsan, qanday qilganing bu? Ahvoldan qaraganda bugun boshqachilar. Qilishning besida keskin ahvol. Hamma yerda do'rg'a, kahla salji tarqab ketgandek yurishidi. Abdurahim qori bilan ikkimiz hech kimga tuydirmay izingni izlab keldik. Voy, ufqlarim, sizlarning oranglarda Molla Zaydin bormi? Qani qaysinglar shu? Enem, Molla Zaydin degan senmi? Degandan shuncha gapini qilsam jim tursin ha? Hey, opsi, chopsan kel, Molla Zaydinni ko'rib olmana. Ismoilga ayt, bog'dan heliqi borda qo'yni ep chiqsin. Rahmat aka, sizni jiq besaramjan qildik. Endi ixtiyor menda, seni hargiz qo'yib etmayman. Men sizlarni bir kech qo'ndirman. Rahmat aka, ko'nglingiz tigil bo'ldi. Hozir siz mehmon qiladigan vaqt emas. Hozirgi vaqt qilishning besidan itdik. Bugun Molla Zaydinni tutimiz deb Lukchin Vang 30 odamni ot bilan butun yurtga choptirdi. Molla Zaydinni tutib berganga bir yon bu, xabar qilganga 5 sar tangi berimiz deb jor silyotidi. Jorchilarning oldi hozir Turpan bozoriga yetib keldi. Biz endi bu yerda Molla Zaydinni mehmon qilamiz deb tutib olsak, Vangga tutib bergan bo'lmaymizmi? Menimcha, hammamiz bu odamni chopsal mangdirib etganimiz tuzuk. Molla Zaydinni to'qsonga mangdirib etib, qolganlarimiz taraf-tarafga tarqab ketsak, hammamiz ismimizni Molla Zaydin deb atab, uchtig'anga deb mansak, Vangning odamlari beshi gangirab, qaysi Molla Zaydinni tutadiganligini bilmay qoladi. Shundoq qilsak qandoq? Vangning odamlarini qo'g'lashmaydi degili bo'lmaydi. Bo'ladi, chopsam menib ketsin, lekin yongan vaqtingda bir qancha kun mehmon bo'lmasang, rozi bo'lmayman juma. Bo'ladi aka, cho'qim kelaman, xotirjam bo'ling. Xo'ja Ahmad To'mirchi yenidan bir pichoqni chiqarib Molla Zaydinga yaqinlab keldi va: "Do'stim, sana bu pichoqni yo'lliq tutaman. O'zim soqqan pichoq, yiningga esib ol. Yo'lda hamroh bo'lsin. Ismoil, uydagi qamchini ep chiq, tez bo'l." Men quruq keldim, lekin sovg'at o'rnida bir necha ko'plet murabba yozg'ash keldim. O'qib berib xo'shlashiman. Abdurahim qari bir parcha samon qog'ozga yozilgan she'rni o'qishga boshladi. Yosh qiron burkut eding, olamni hayron qilg'udak. Kushlaring Rustam edi, tog'larni talqon qilg'udak. Kang zamin osmonida, ushsang havoda parqiqib, gang qanot lochin eding, dunyoni saylon qilg'udak. Sayli qilsang bu zamin, ostingda tog'lar yotidi. Cho'lga tushgan oyga o'xshash, ko'l suyi ko'z chaqidi. Yop yeshil o'rmon ara, daryo simobdak oqidi. Shu qadar davron eding, erkingda javlon qilg'udak. Ko'zlaring nurliq chiroq, chaqmoq kabi o'tliq edi. Cho'ng tabiat bag'ridan izdangining qutliq edi. Shumniyat chil bo'rilar sendan qutulgan yo'q edi. Jut eding vahshiy va yovuzlikni qirg'in qilg'udak. Yuraking o'tliq sening,
temsoli bir vijdon ekan. Haq uchun so'zlar eding, ming martam ketsi bu jon. Hech vaqtda voy demasding, qancha ko'p tortsang ziyon. Mard eding, qaysar eding, yovni parishon qilgudak. Lo'qma go'sh bergaymu deb ovchig'i toygan bo'lmading. Yoki xo'sh-xo'sh etqili, kash osti palqon bo'lmading. Bebaho umring sening, kazzobi yolg'on bo'lmading. Ko'p sening xislatlaring zolimni vayron qilgudak. Asli zotingdan zimin, mulkida mavjuddir tening. Bu vatan tuproqida zarra to'ralgandir jining. Pak buloqtaq sularidan hosil bo'lgan qining. Yuraking bakmu esil, olamga nuron bo'lgudak. Bo'rilar balki yugurdi seni tutmoq qasdida. Shuni biz xo'sh aytimiz yig'lab turib yo'l ustida. Nagi borsang alsini kutkay bozoru rastida. Sen qadrlik zotimiz har joyda mehmon qilgudak. Mayli do'stum bu makondan bir mahalga zodi kat. Cho'l ora karvon bo'lib xalqim bilan obodi kat. Noiloj xo'sh aytimiz yo'l ustida ozodi kat. Tavsiping bitmas rahimi qancha doston qilgudak. Barakallah, barakallah. Boshqa so'zning lozimi yo'q. Duo berayli, yo'lga chiqib ketsin. Qani heliq qamcha, elivol. Sana tutgan yo'lligim bo'lsin. Xo'sh, qani yaxshila, duo qilayli. Amin. Duodan keyin Molla Saydin ular bilan xo'shlashib, To'qsun tarafga yurib ketdi. 2 qism. Molla Saydin To'qsun yo'lida bo'ronda qoldi. Turpan bilan To'qsun oraliqidagi Dadong degan yerda bo'ron ajoyib qattiq chiqatdi. Bugunmi bo'ron bo'sh chiqmadi. Go'yo Molla Saydinni ot bilan qo'shib, hosi dashtaga uchirib ketadigandek kuch ko'rsatdi. Bo'ron uchirib kelgan qum tuproqlar ko'zni ochqili qo'ymaydi. Lekin ot jonivor yo'ldan chiqmay o'z egisini Dadongga yetkazib keldi. Bu yerda oran bir egizli uy bo'lib, uningda bir yantoqchi bo'voy turadi. Bugun bu yerga yaqin oradagi bir padichi kelib, bo'voy bilan paranglashib o'tirganning ustiga Molla Saydin kirib keldi. Kel yo'lovchi, bo'ron bek qattiq chiqib ketdi. Qanday yetib kelib olding? Jeningga iching og'rimay bo'ronda yo'l mang'ining nimasi? Nima amal, kelib olsam bo'ron chiqdi. Nemishqa chiqding deb so'rabmi qo'ymasdan kelaverdim. Molla Saydin bu jangal odamlariga javob berib, kukum qalab qo'ygan o'choq oldiga kelib o'ltirdi. So'roq tatmig'ining yaxshi bo'pti. Bizning To'qsun degan yurtda bo'ron to'li chiqdi. Ham qattiq chiqdi. Shunga yurtda bo'ron bilan urushib ko'ygan ishlarmi bo'lgan. O'tgan yil atyoz qattiq bo'ron chiqib ketib, bir dehqonning terib qo'ygan bug'doyini ep ketibdi. O'sib bir g'irish bo'lgan bug'doyni sapan iziga yetkazib, to'psi bilan qo'shib ep ketganda, dehqon bu ziyonga chidab turolmay, bo'ronni tillab, "Sen nimancha rahimsiz, men bechorning bug'doyini ep ketguncha, soyning teshini uchirib kessang bo'lmamdi" deb turishiga, bo'ron teximi qattiq chiqib, dehqonnimi uchirib, etizning o'ttirisiga opirib qo'yibdi. "Bug'doyni ol, endi meni nega epamoqchi" debdi xafa bo'lgan dehqon va bo'ronga qarshi qo'lidagi has tayoqini etibdi. Qattiq bo'ron bu tayoqni qaytirib kelib, dehqonning pochiqiga uribdi. Dehqonning teximi ochiq kelib, "Munda yuzing qalin bo'lamdi bo'ron, tfi, yuzi yo'q" deb bo'ronga qarshi tukiribdi. Bo'ron tukrikni qaytirib kelib, yana dehqonning yuziga uribdi. "Agar sen bu yo'lda kelib etib, bo'ronni so'roq qilgan bo'lsang, sening ko'ngling og'irgan bo'ladi. Jim mang'ining yaxshi bo'pti. Turpandin keldingmi? Nega ketib borsan adash? Kayningda odam qarsi ko'rinmadimi? Mundaq bo'ron chiqqan kunlari yamshilik bir necha kantoba. Shular kelib, padidan kala o'g'irlaydi. Shuni so'rab qo'ydim." Bo'ronda kaynimga qarag'udek holim qolmadi. Mening orqamdan kelsa, vangning do'rg'ilari keladi. Uningdan boshqa odam yo'q. Hey, do'rg'i degan bo'ronda yo'l mangmaydi. Ular bo'ron chiqsa, birining uyiga kirib yotadi. Cho'qqa qo'ygan cho'gin qaynab tashdi.
bovay cho'ginni o'tdan tartib tovoq ustiga ko'mtirib qo'ygan g'iydir qochlarni o'ngda qilib qaynoq suv qo'yib dedi. Bizning nonlar gangnan. Bizning to'qsunning qunoq nonlari dasturxonga qo'ysang kulib turdi. Ko'ngilda hech qanday yomonligi yo'q. Yeyman desang akiliman. Bo'ldi, xurjunni nonba. Molla Zaydin o'rnidan turib, ot ustidagi xurjunni elib kirib, to'qash nonlarni va bir xalta quruq uzumni to'kdi. 3 kishi bir cho'gin choy bilan uzum parlab non yedi. Non bilan uzum tangli xo'ridi. Padichi sal xijil bo'lgandek oralab so'zlab qo'yatdi. Adash, biz to'qsunliklarda ahnan bo'lsa tuyib nimishqa deydigan bir so'z bor. Sening neningni jihyab qo'ydik a? Kerak yo'q, yaviringlar. Yeşil üzüm bilan non yesa, payg'ambarimizning bir sunnati ado bo'lgudek. Tortinmay jiqroq yeb, jiqroq savob topmamsizlar. Voh, ajab obdan ishkan. Üzümni bo'lsa rosa ado qiladigan sunnatgan bu. Hey, biz o sunnatlarni ado qilolmay, jangaldili o'tkudakmiz. Chaponni putun qilolmagan yerda üzümga nadiki pul deysan. Xalqning kalisini beqib o'lgan, yetganni to'lab, beshimni ko'taranmayman. Yurtda xalqlar o'ng'ayli boy bo'lib yuridi. Xudoyi taolo menga bu kambag'alchilikni ko'tara bergandekli zodili qutulib ketammidim. Hey, 30 yil bo'ldi, 30 yil. Mushu jangalda yantoq chopaman. Xotin bolalarimmi yo'q, o'zim yolg'iz turaman. Yurtga bog'im kelmaydi. Yiliga necha ming sap yantoq chepib qo'ysam, lozim bo'lganlar kelib, harbisiga besib ep ketidi. Bir harbisi, bir kurak qo'noq. Mushu qo'noq tayinib kunlar o'tyotidi. Yurtda bo'g'inim bilanmi kunim o'xshash. Yanili yo'qsizlik. Uning ustiga boylarning qursoq ko'pigi bo'lib turdi. O'sha qursoq ko'pigini ko'may debla jangalga chiqib olgan odamman. Axun mollalar o'ng'ayli boy bo'lib ketadi. Ularning o'qiydigan duosi boshqa bo'lamdikin deyman. Bizdek qari turk odamlarga boy bo'ladigan duoni o'rgatmay, o'zlari boy bo'ladigan duoni o'qibli o'ng'ay boy bo'lib ketsa kerak. Sizlar ularning o'rgatmaganligiga qaramay Xudodan tilanglar. Xudodan tilaganda og'zinglarni cho'ng ichinglarda, yo Xudo, Razzaq, jihbamsangmi ozroq, suyi ulug' korizdan 9, cho'ng su tugminidan 30, parcha purat hajligili birer chozi tanga danglar. Moshundaq yo'g'on tishlasanglar, bir gap bo'lmamdi. Ular bu duoni anglab bir haza kulishdi. Kech bo'lgan seri bo'ron teximi kuchaydi. Gurildab chiqayotgan bo'ron tomlarni titirtatdi. Molla Zaydin qo'nib qelishga majbur bo'ldi. Ular ko'z yo'riqida otni jaylab qo'yib, boldirli yetib uxlab qelishdi. Bo'ron tongga yaqin to'xtadi. Molla Zaydin tong otganda maqmoqchi bo'lganda, podichi Molla Zaydinga bir ish topshirdi. Bu yil Atiyas to'qsundagi tojak boyning bir kalisi shiramda patqoq tiqilib qolganda yolg'iz hech amal qilolmadim. Mendan boshqa odam bo'lmagandan keyin kali o'lib qoldi. Terisini so'yib ep qo'ydim. Xapomisang, shu terini og'ash ketib egisiga topshirib bersang, bayxush bo'lardim. O'zim boray desam, bu yer yolg'iz qoladi. U boy qandag'roq odam, opirib bersam olamdi. U boy rosa pishiq, olqinini yalaydigan odam. Shundoq bo'lsa-mu, ammo iloji qancha? Molla Zaydin kali terisini bo'ktarlab, podichi va boy bilan xo'shlashib yurib ketdi. To'qsunga beribla boyning uyini tepib omonatni topshirdi. Lekin boy u ishqa qattiq xafa bo'ldi. Men tirik kali qo'shgan. Terini nadan epkagan bo'lsang, shu yerga epkat. Jon boyada qazo bordi. Xudoyim qazoni mening kalamg'ila avatibdi-mu? Ajab boshqalarning kalisi o'lmay, mening kalam o'lamdikan, ha? Deb baqa. Men kishining omonatini akilib topshirguchi. Meningcha bo'lganda foydaning hammasini sana avatib, o'lim yetim, ziyonni boshqalarga avatgan bo'lsa bak yaxshi bo'ladi, ha? Biroq Xudoyim buni bilmay qopti. Ortiq gap qilma. Menga quruq terining lozim yo'q. Kala olaman, kala. Agar yo'q desang, qozining oldiga opiraman. Basaq barayli. Qozi odam yemaydi-ku. Shunda qilib, Tojangboy bilan Molla Zaydin qozining oldiga bordi. Qozi bir qur gap so'rab, ahvolni egilgandan keyin hukm chiqardi. Kala patqoqib etib qilib o'ldi degan so'z inovatsiz.
Shariatda har qanday ishqa 4 musulmonning guvohligi bo'lishi shart. Shu sababdan podichi kalini to'lishi kerak. Hukmlari to'g'ri emas. Shiram jangallarida guvohlikdan o'tgidek odam nada turibdi? Kali patqoqqa petib qolganda 4 musulmon emas, bir musulmon bo'lsa, uningga podichi qo'shilsa, biri beshidan, biri quyruqidan tortib, kalini qutqizib olgan bo'ladi. Jangalda yordamlashadigan bir odamning yo'qligidan kali o'ldi. Buni qazo demay bo'lamdi. Shariat hukmiga tutmaydigan johil murtad, yo'qol ko'zimdan. Sen murtad o'lsang, namozingga bormayman. Yo'qol ko'zimdan. Oxunim, sabr qilsizlar. O'zlari oz kam 70 yoshga berib qopla. Men bo'lsam, endi 30 dan o'tdim. Mening jinozamga boraman deganlari yatda uxlab bir tush ko'rgan bilan barobar. Men o'lganda o'zlari tuproqqa aylanib ketadilar. Shuni bilib qo'ysizlarki, o'zlarida yolg'on fatvo chiqaruvchi oxunim o'lsa, undaq odamning jinozasiga men bormayman. Mulla Zaydin so'zini tugitib, qozi xonasidan chiqib ketdi. Qozi bilan boy nima deyishini bilmay, yerdagi kola terisiga qarab turib qilishdi. Men bir edim, shundoq edim. Kaslanchikku yugan sanmay, do'ngi tatmay, bir sakrabli menib oladigan edim. Bir kuni eshikimni hangirtib, to'qmiqimni tangirtib, to'miqimni qirlab, naqshamni tovlab aldirash ketayotsam, kaynimdan biri qishqargandek qildi. Kim bu deb kaynimga qarsam, yaqindagi ta'tir tug'an qo'lini pulanlatib, jinining boricha qishqirayotgan ekan. "Nem bo'lding adash" deb yeniga berib so'rasam, salom berib mundoq dedi. "Adash, yeshim cho'nglab qoldi. Yigitlik vaqtim o'tib ketyotdi. Shunga o'ylanmoqchi bo'ldim. Yar tugmanning nerisi, dadungning berisidagi uy temini olay deyman. Umi tigiman deb rozi bo'pti. Hozir o'ttirda mangdigan tuzuk elchi yo'q. Xopolmay to'y ishimga elchi bo'p menib bersang, xizmatingni bilib qolatdim. Dab taranglagan, eshak hangirgan yerdan qolmaydigan odamga elchilik rosa xushyoqdi. Ma'qul dedim. To'yga tayyorlik tezang bormi? Bo'lsa, turpandan to'yliq jabdub kelsam bo'ladi desam, puljiq bu yil toshqin kelganda eqib kelib, suzilib qolgan nurg'un lavulatgan ba. Chingdab bir harbi besib opirib turpanda satsang, puliga kang tasha to'yliq jabdub kelsan dedi. Ma'qul deb o'yga berib, kaslanchikni harbining ichiga qo'shib, eshakni yeniga chetib kelib, ta'tir tug'anning to'yliq to'plagan lavulatqisidan chingdab bir harbi bostimda, quloqchini cho'kirib kiyib, o'zimni yalpigishdi yalpib, "Alloh yorimni aytib turpaniga qarabmangdim." Yo'lda ketayotsam, 3 kiyik uchurdi. Ikkisi o'roq, birining go'shi yo'q. O'roqlarini qo'yib etib, go'sh yo'qni tutib so'ysam, 2 patman go'sh, 4 patman yog' chiqdi. Qozonni nadin topay deb bir uyga kirsam, 3 qozon turibdi. Ikkisi chiqiq, biri sunuq. Chiqiq qozonni olmay, sunuq qozonni oldim. Yana bir uyga kirsam, 3 chilak turibdi. Ikkisi to'shak, birining tuvi yo'q. To'shak chilakni olmay, tuvi yo'q chilakni ilib, suv to'shib qozonni to'shqizdim. Go'shni silib, rosa bir kech qaynatdim. Go'sh degan may pishib ketibdi. Yesam tishim o'tmadi. 4 patman yog'ni ko'ydirib, o'tikimni yog'lasam, bir poyga yetib, bir poyga yetmadi. Bu yomon bo'ldi deb yetib uxlab qopdiman. Paloq-puliq qilgan bir ovoz anglandi. Cho'chib o'yg'onsam, 2 poy o'tik, yaxshi bo'g'inim uchun meni yog'ladi. Sen eski bo'g'ining uchun yog'limidi deyishib mushlash qilib turibdi. Achchiqimda ikkisini 2 shaplaq urib, ajirtib qo'yib, yana yetib oldim. At suqibsam, bir poy o'tik yo'q. Heliqi yog'lanmagan o'tik botlab ketib qopdi. Uni izlab yugura, natchi jangalni kezib, uyning kayniga chiqsam, tomning bulungida yig'lab turibdi. Aldab yurib, kap qilib tutib oldim-da, patanga 2 shaplaq urib, putimga kiyib oldim. Endi mangay deb harbining yeniga borsam, kaslanchik turibdi. Eshak yo'q. Bu nega ketgandi deb o'yziga chiqib qarasam ko'rinmadi. Ondan bir kesakni tiklab qo'yib, dastlab turib qarasam, ko'z yetimsiz 2 tog'ning nerisida, harvamning berisida turibdi. Tutib kelay deb ketayotsam, yo'limda qurtlab ketgan muzliq uchirdi. Uning nolisiga chidig'ili bo'lamdigan. Yomon bo'pti deb ichim og'rib, yalang chopinimning yirtilgan yeridan bir parcha paxtini sug'urib olib, ko'ydirib muzga besib edim. U "Rahmat adash, xeyli orom tepib qoldim" deb minnatdorlik bildirdi. Ondan menmi uyda 2 patman kiyik go'shi yeb usab qopdiman. Suv bo'lsa ichib olay desam, xohlagan yeringdan ichib ol dedi. Paltining cho'ltisi bilan muzni ursam, muz teshilmadi. Besi bilan chopsammi bo'lmadi.
Endi qanday qilsam bo'lar deb kaynimga sho'xshib sakrab kelib, beshim bilan bir qo'yib edim. Muz teshildi. Dum yetib, rosa to'yg'ichi suv ichib olib ketayotsam, gadinimga issiq shamol tekkandek qildi. Silab ko'rsam, beshim yo'q turdi. Astag'firullah. Ben vash beshim nagi ketgandi deb izlasam, beshim heliqil suv ichgan yerda muz tiyilib o'ynab yuribdi. Ochiqim nadin keldi. Yugurib berib beshimni qo'liqdan tutib olib, u kaçtığı birini urib, joyiga o'rnitib, Xudoga shukr deb berib eshakni akilib, harbining yiniga yetib turpani qarab mangdim. Yamshiga yaqin kelsam, muz tavrab ketibdi. Eshak tiyilib, ning taslikda o'tdi. Yamshining o'ziga kirsam, o'zmi pishib, may bog'lab ketibdi. To'yg'ichi bir qursoq yeb, turpanga yetguncha yo'lda qattiq zukam tegdi. Başlarım çınqılıb ağırıb, dimoqlarim pütüb ketdi. Turpan bozoriga kirib, ushik solgan chujili yeb, beshimni saqaytdim. Turpan bozorida do'konlar taqilib qopdi. Nemish deb so'rasam, ko'ti yo'g'onning qursiqi og'rib qolgan ekan. Shuningdan qo'rqib do'kon ochmadik. Teviplarni opirib ko'rsatsak, chuchuk kesilib bo'p qopdi deydi. Ko'ti yo'g'onni chuchukdashga Turpan Munardan boshqasi bop kelmaydi. Turpan Munarni qandoq yetkizish to'g'risida o'ylashib, beshimiz qetibotdi dedi. Qo'rqmanglar, men iloj qilaman. Mana men bor. Mening bir harvom bor. U Turpan Munardekdan o'rni ko'tiralaydi dedim. Darrov harvomni opirib, Munarni besib bo'lsam, aslida Lükchinvonning qursiqi og'rigan ekan. Necha ming mo'yaning bog'dini yolg'iz yeb, kasopatning qursoqlari kupdak yo'g'nab ketibdi. Rosa qavziyat tutib ketibdi. Munar bilan kelishtirib chuchuk degan edim. Necha yildan yegan ishkanlari sharqirab oqqila boshladi. Kalkun sudak yo'llarni besib kelyotdi. Bu bir balo qazo bo'ldi. Men bu balo qazodan qochib, Turpandan to'yliq narsa keraklarni olmasdan bu yerga yetib keldim. Bu chaqqa Yamshidan o'tib dodinga yiqilishib qolgandi. Mening maslahatim, sizlarni vaqtida uyinglarga berib, ishik to'nglikni mahkam etib, o'zinglarni qovdimisanglar, Vangning balo qazosi sizlarni vayron qiladi. Mulla Zaydin o'ltirishlarda 41 yolg'onni aytib tugatganda, anglovchilar qaqoqlab kulib, uylariga tarqab ketishadi. Mulla Zaydin To'qsunda bir qancha kun o'yin tomosha qilib, 6 shahar tarafga yurib ketdi. Oradan bir necha kun o'tganda 41 yolg'on aytquchining Mulla Zaydin ekanligi oshkorlandi. Bu chaqda ba'zilar qattiq pushaymon qilib, "Voy, Iset, ajab bilmabdimiz. To'qsonliqning burni yo'q degani rost gapkanda" deb tillarini tomshib qoldi. Mulla Zaydin Og'ubuloq tog'lari ichida ovozini bo'lishiga qo'yib etib, Gulyar naqsini aytib ketayotdi. Cho'lning cho'lcha, tog'ning tog'cha go'zalligi bo'ladi. Dunyoda ko'rkamsiz hech qanday tabiat yo'q. Og'ubuloq doviniga yetganda g'o'l tarilib, xuddi shahar ko'chasida kichiklaydi. Oshu tor g'o'lning g'arbiy temidagi tekin teg'ining yerdan taxminan 10 necha metr egizlikdagi bir to'shikidan bilakdek suv sharqirab yerga tushib turadi. Bu tabiiy manzara yiroqdan nihoyatda chiroyli ko'rinadi. Mongan daryo yotgan bo'riya. Mulla Zaydin daryodek yo'l besib, kumush, qora qizil, ushaqdal manzillarini, Tevilg'i yo'lidagi patqoqliqlarni, Qora shahar daryosi, danzil chig'liqlarini besib o'tib, daryoi bosh agimga yetdi. Toshdangda Raurus bir kun orom oldi. Daryo sharqirab oqatdi. Mulla Zaydin daryo yoqasiga tushib tomosha qildi. Suv kechib bosh ko'zlarini yuvdi. Uchumlab suv ichdi. Hatto bir qur ko'nglik tambilini yuyib tozalab, Raurus orom olgandan keyin atsa atiganda yana yo'lga chiqdi. Yaqin borgancha tarlishatdi. Suv borgancha ittiklab o'qdek tez oqatdi. Daryoning sharq tarafidagi buluq qirchin tallar xuddi daryo qiyshig'i qo'ygan o'smidek ko'p-ko'p bo'lib ko'rinadi. Yaqinning sharq tarafidagi egiz tog' ustida Tohir Zuhraning qabrisi ishq muhabbatning eng yuqori pallasida turib, Mulla Zaydinni ko'zitib, uningga allaqandoq his tuyg'u baxsh etmoqda edi. Mulla Zaydin Tohir Zuhra qabrisiga qarab, qandoqdir bir xil shirin hislarga berilib, ixtiyorsiz naqshi boshlaydi. Qari otim, qari yayla,
qari ala arg'amcha. Egar to'qim yo'lda qoldi, qo'limda qamcha. Ayaray, qo'limda qamcha. Naqshi aytsam jaranglaydi tog'ning arasi. Mansam ko'rinmaydi yarning qarasi. Ayaray, yarning qarasi. Ay oldimda, kun kaynimda, xiyolim ichimda. Atlar o'ruq, yo'llar yiroq, dardim ichimda. Ayaray, dardim ichimda. Qo'rilg'i yiqilib qoptiman, dedi Molla Saydin o'z-o'ziga. Toshtanda Qurulda Shayxul Islomning odamlari bor. Ular bek zolim deb anglagan edi. Shuni u Qurulga qandoq berish to'g'risida tuzib qo'ygan plani bo'yicha har ehtimolga qarshi deb Xurjundan bir yurish oppoq soqol burutini elib taqib, beshig'i salla, utisiga oq yaktak kiydi. Qurulga yiqilib borganda qattiq vorqirgan ovoz anglandi. To'xta, nega bordan qerisan? Ovoz bilan tang ikki odam yugurib kelib otning chulurini tutdi. Bu odamlarning biri Choshqon Burut, yana biri Kosa. Beshida ikki yugimas salla, o'shnisida darra bor edi. Atinchish, yerga tushib, yukinib o'ltirsan. 5 iymon, 7 kalimini zir zavirlari, sokin tashdidlari bilan o'qiysan. To'g'ri o'qib beralsang, meling halolga tayin topidi. Bosh xiraj to'lab yo'lingga ketaversan. Agar to'g'ri o'qib beramizsang, 50 darra urib, melingni haromga tayin qilib, Baytul Molga olamiz. Biz Shayxul Islomning odamlari, qo'limizda Shayxul Islomning muborak muhri bisilgan xat vasiqalarimiz bor. Musulmon bo'lganing uchun bo'ysunishing shart. Attinchish, vaqt g'animatdir. Shundoq gapmi? To'la gap qilmay attinchish. Seni qeri deb yo'l qo'ydik. Yosh bo'lsang, oldi bilan 20 darra urib, iymon islomiyat quzatdik. Bo'ladi, attinchishdim. Xo'sh, amr vojib dabturlar. Men 5 iymon, 7 kalimini o'qiy. Zir zavarlari bilan, sokin tashdidlari bilan o'qigandan tashqari, tajvid qoidalari bilan, idg'am madg'ullari bilan o'qib etib, ayin harfini to'liq talaffuz qilish vaqtida navodi gilimga ayin turib qilib, halok bo'lsam, sizlar ega bo'lamsizlar. Qarovullar ittik bir-biriga qarashdi. Molla Zaydin fursatni qo'ldan bermay, yana so'zini davom qildi. Xo'sh, bu gap bu yerda tursin. Ikkinchi bir masala. Sizlarning qo'linglardagi hukmnomada 5 iymon, 7 kalimini tarasiz o'qisa bo'ladi deydigan ibora bormi? Qani ko'rsinglarchi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Sizlarga nima kerak? Bu narsamni beraman. Otni olaman desanglarmi beraman. Nemishqa qaramlik qilasizlar, ha? Men sizlarga o'xshash yurt kazguchi musofir. Yaxshi niyat bilan haramga berish uchun tayyorlik qilgan pul puchaklarni yangi sarliqlar o'g'irlab, bo'g'ib o'ltiribdi desa, nima degan satchilik, ha? Marhuma ojizani bo'g'ib o'ltirib, uning dunyoda pinlarini olgan bo'lsanglar, darhol tavba qilib, iqror qilinglar.